Yosh bolalar nega uxlashni yomon ko'radi? Ota-onalar farzandlarini olib kelishadi. Bolam uxlamaydi, giperaktiv, harakat juda ham ko'p, hattoki charchamaydi ham deb aytishadi. Eng avvalo uxlamaslikka sabab bu rejimga o'rganmaslik. Tanada biologik soat bor. Agar farzandingizni har kuni bir xil vaqtga uxlatishga harakat qilsangiz, keyingi kunlar avtomatik shu vaqtga farzandingiz uyqusi kelaveradi. Yana keng tarqalgan sababi bu asab tizimining zo'riqishi. Yaqinda bir ona 4 yoshli farzandini qabulimga olib keldi. Asab tizimini tinchlantirish uchun kerakli joylarga igna qo'ydik. Umuman uxlamaydigan bola ertasi kuni klinikamizga keladigan vaqtda yo'lda o'zi uxlash xohlayotganligini onasiga aytgan. Ikkinchi kuni muolaja olib, xonasiga borib o'zi uxlagan. Ota-onasi hayron, nafaqat kechqurun, obedda ham yaxshi uxlaydigan bo'ldi deb aytishdi. Davolash jarayonida hech qanaqa dori-darmon ishlatmasdan, faqat igloterapiya jarayoni bilan shunaqa natijaga erishildi. Qabulimga quyidagi raqamlar orqali yozilishingiz mumkin. Sizga yordam berishga tayyormiz.